Demak, hurmatli futbol ishqibozlari, Andijon jamoamiz Samvel Babayan boshchiligida maydonda o'zining dastlabki mashg'ulotini boshlash arafasida. Ma'lumki, Abdulvohid G'ulomovda biroz jarohat bor edi va ayni paytda uning jarohatini tiklash safga qaytish uchun bosh shifokor hamda jismoniy tarbiyalik bo'yicha murabbiy Abdulvohid G'ulomovni alohida ishlashmoqda. Hurmatli futbol ishqibozlari, Andijon jamoamizning Antaliyadagi yig'inlari boshlandi va kuniga 2 mahaldan mashg'ulotlar olib borishadi va aytish kerakki, dastlabki mashg'ulotimiz yakuniga yetdi. Juda qiziqarli o'tdi va bosh murabbiyimiz futbolchilarga aytib o'tganidek, 3 ta asosiy mezonga amal qilishi kerakligi ta'kidlandi va bular mehnat, tartib va albatta o'zaro hurmat, e'tibor. Va aytish kerakki, barcha iboralar futbolchilarimiz tomonidan amalda qo'llanilmoqda va hammada kayfiyat yuqori. Bizni kuzatishda davom eting.